Tashqi tomoni shu tashkiliy og'izdan dom. Shu yerda 69 kvadrat. Ikkinchi etajda mana oldi taraf ko'rinib turibdi. Mana shu yerda ikkinchi bekat, o'zgarish bekati. Metroga 300 metr atigi. Bu yerda Choshtepa domlari bor. Kanalizatsiya turba o'tyapti. Sentralniy shaharniki. Sevgili yuqori Darxondan, Choshtepadan 3 xona 67 kvadrat kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Hozir sizlarga tanishtiraman. Juda ham arzon narxda bir xona uyni puliga atigi. Atiga 45900 ga hozir ko'ringizlar. 90% remont bitgan, devorlari tayyor. Xohlasangiz emotsiya, xohlasangiz obyektsiz bo'ladi. Bu yoqdan boshlaymiz. Bu yoq mana oshxona bilan zal bitta qo'yilgan. Bu yoq hojatxona, bu yoq mana ditski, bu yoq spalni. Spalni ko'ringlar. Tayyor remontlari hamma to'pol qilingan, 100%. Mana koridorda to'pol, mana ko'rib turibsizlar. Bu yoqda kirish eshigi, koridor ham kattagina. Bu yoqda mana ditski xonamiz. Razmer ham katta, 5 ga. Shu razmer taxminan. Bu yoq mana tualet ham polnis kabel qilingan, to'pollar. Shu kabina qilingan. Bu yoq oshxona zal bitta qo'yilgan. Taxminan yo 5 ga 7 metr razmerda 30 kvadrat, taxminan 25 kvadrat chiqadi bemalol, katta, общий 67 kvadrat. Plus kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosing, shunaqa arzonga uy qidirilgan tanishlarga jo'natishingizdan chiqmasin.